Assalomu alaykum aziz kutubxonlar. Bugun sizlarga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov haqida sharhlab o'tmoqchiman. Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yil 30-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. U O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti bo'lib, mamlakatning mustaqilligi va rivoji muhim rol o'ynagan davlat arbobidir. Islom Karimov Toshkent Politexnika instituti va Toshkent xalq xo'jaligi instituti tamomlagan. U muhandis va iqtisodchi mutaxassisliklarga ega bo'lgan. Mehnat faoliyati muhandislikdan boshlagan va keyinchalik davlat boshqaruv sohasida ishlagan. 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston mustaqillikka erishdi. Shu yil Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti etib saylandi. U 1991-2016 yillar davomida mamlakatga rahbarlik qildi. Islom Karimov mamlakatlarda tinchlikni saqlash, mustaqil davlatni mustahkamlash, iqtisodiyotni rivojlantirish va milliy qadriyatlarni tiklash katta e'tibor qaratdi. Uning boshchiligidagi O'zbekiston o'z taraqqiyotini yo'lini tanladi. Islom Karimov ijodkor sifatida ham tanilgan. U ko'plab siyosiy, ma'naviy va ijtimoiy mavzularda asarlar yozgan. Uning mashhur asarlari quyidagilar: O'zbekiston bozor munosabatlarida o'tishning o'ziga xos yo'li, yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch, O'zbekiston 21-asr bo'zag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatidir. Bu asarlarda mustaqillik, vatanparvarlik, ma'naviyat va taraqqiyot g'oyalari ilgari surilgan. Islom Karimov 2016-yil 2-sentyabrda vafot etdi. Bugungi kunda u O'zbekiston tarixida mustaqil davlat asoschisi sifatida yodga olinadi.